Assalomu alaykum, Instagram kuzatuvchi obunachilarimiz. Bugun navbatdagi elektrический mototsikldan miyasi ketib qolgan ekan. Mana katta miya o'zining zavod buzuq ishlamayapti. Bunga biz toza yangi mana miyaga переделка qilib mana shuncha simlarni taxlab beryapmiz. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarishlar, gaz ruchkalarni ham yangi qo'yamiz. Ular ham ketib qolgan. Qo'llab davyam turibdi yo yanmay turibdi, kommentariyada yozib beringlar. Polni taxlab beramiz. Bu yoqda meniki to'qli. Orqasida benzinli bor, bu yoqda ham borgina 4 ta 5 ta xudo xolasa bittanki zakazlarimiz bor. Aloqa chiqib kelsanglar bo'ladi. Telefonlashib kelinglar, obyektni. Ichkarida meniki bir akamizning ijini tayyorlayapmiz. Xudo xolasa tayyor turibdi. Montaj qilib turibdi. Boshqa yerlarni hammasini kraskalab tayyor qilib qo'yibmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Beruniy Moto telefon qilaverasizlar. Beruniy Motoga. Buni hozir tayyor bo'lgandan speedometrlarni taxlab polni как положено qilib qo'yibmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib, like bosinglar, podpisatsiyani umuman bosmayversizlar. Instagram, YouTube obunachilarimiz podpisatsiyani tasirab tashinglar, bosib, gruppalarimizni, jo'ralarimizni, gruppalarni, mahallani gruppalarimizni qitinglar. Tez bilmaganlar bilib, ko'rib, kuzatib o'tirsin. Bizlarni ishimizga garantiya beramiz. Xudo xolasa sifatli qilib ishlab beramiz.